Assalomu alaykum, hurmatli kitobxonlar. Nizomin tuman axborot kutubxona markazi sizlarga O'zbekiston xalq yozuvchisi Said Ahmad qalamiga mansub Yo'qotganlarim va topganlarim asarini taqdim etadi. O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston xalq yozuvchisi Said Ahmadning ushbu asari adibning ustozlari, shogirdlari, yaxshi-yomon kunlarda birga bo'lgan yo'ri do'stlari haqida. Kitobni o'qisangiz o'zbek adabiyotiga benazir hissa qo'shgan G'ofur G'ulom, Oybek, Abdulla Qahhorlarning ijodxonasiga kirganday bo'lasiz. Ularning kulgulari quloqlaringiz ostida jaranglaydi. Ayniqsa muallif o'zining umr yo'ldoshi, betakror shoira, vafo malikasi sanalmish Saida Zunnunova haqidagi xotiralarini ko'z yoshisiz o'qiy olmaysiz. Ularning quvonch va mashaqqatlariga sherik bo'lasiz. Ustozlarning hayoti va ijodi hamisha barchamizga ibrat ekanligini dil-dilingizdan his etasiz. Ushbu kitob barcha adabiyotga oshno ko'ngillarni chiroq kabi yoritib, ularning ma'naviy xazinasini boyitishiga ishonamiz. Muallif kitobni 2 qismga bo'ladi. Yo'qotganlarim qismi asosan yozuvchining bolalik yillaridan boshlab unga ustozlik qilgan ijodkorlar, xususan Oybek, G'ofur G'ulom, Abdulla Qahhor, Maqsud Shayxzoda va boshqa shoir va yozuvchilar, shuningdek oila a'zolari va uning uchun chin sadoqat ramziga aylangan rafiqasi shoira Saida Zunnunova haqida xotiralarni o'z ichiga oladi. Kitobni o'qish davomida aynan shu insonlarni Said Ahmad tili bilan yana bir bor kashf qilasiz. Topganlarim qismida esa asosan Said Ahmadning o'zi bilan birgalikda ijod olamiga kirib kelgan shaxslar: Erkin Vohidov, Abdulla Oripov, Habib Sadulla, Xudoyberdi To'xtaboyev, Anvar Obidjon va boshqa ijodkorlar va ijodkorning shoh asarlariga aylangan romanlari va hikoyalarining yaralish tarixi va qahramonlarning prototiplari haqida hikoya qilinadi. Ushbu kitob barcha adabiyotga oshno ko'ngillarni chiroq kabi yoritib, ularning ma'naviy xazinasini boyitishiga ishonamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.